Arab tili o'quv markazi Ustoz akademiyasi uchun 30 kun ichida 1400 ta sifatli lidlarni, ya'ni sifatli murojaatlarni tadbirkor xohlagan narxda jalb qilib berdik. Bu natijani qilishimizga sabab bo'lgan hamda sotuvlarimizni oshirishga to'g'ridan-to'g'ri yordam bergan 5 ta muhim xulosani qadamma-qadam ushbu videoda tushuntirib o'taman. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, ayniqsa ta'lim yo'nalishidagi tadbirkor bo'lsangiz, bu video sizga manfaatli bo'ladi va xudo xohlasa bu uchun manfaatli bo'lishi uchun men qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Meni tanimasangiz agar o'zimni tanishtiray, ismim Doston, marketologman. Ta'lim yo'nalishida, asosan ta'lim yo'nalishida ishlayman va shu vaqtgacha Muhammad Rahmatullayev bilan ishlab 1,5 yil davomida onlayn, offlayn treninglar sotuvini qilganmiz. Panorama kinochilar uyida 1200 kishilik offlayn treningga odam yig'ganmiz. Bundan tashqari Ustoz akademiyasi, Newton o'quv markazi, shunga o'xshash boshqa katta loyiha va startup loyihalari bilan ishlab sotuvlarni amalga oshirishda jamoamiz bilan yordam beramiz. O'zim zapusklarda strategik marketolog sifatida qatnashib zapusklar qilamiz. 5 ta xulosaga o'tishdan oldin bu o'zi avval boshlanishida challenge sifatida boshlanganda, ya'ni shu o'quv markazi uchun yangi marketing instrumentlaridan foydalangan holda o'sha o'quvchilar jalb qilish challenge-ni uyushtirgandim va buni 500 ta tadbirkor va mutaxassislarni o'sha bitta Telegram kanalda ko'z o'ngida natijani amalga oshirdik va bu muvaffaqiyatli yakunlandi. Endi maqsad qanaqa edi? Aytganimdek, 1400 ta sifatli lidni 30 kun ichida $2100 byudjetga jalb qilishimiz kerak edi. Endi sifatli lid deganda o'zini bir qancha talablarga javob beradigan lidlar bo'lishi kerak. Shunaqa talab belgilangandi. Hozir men sizlarga video davomida bu haqida bilib olasiz. Birinchi xulosa, bu tadbirkor va marketolog bitta kemada ekanligini his qilib, o'zaro bir-birini to'g'ri tushunish kerak va to'g'ri kelishuv qilish kerak. Bu narsani nima uchun men muhim deb olganman? Nima uchun bu xulosani oldim? Nafaqat Ustoz akademiyasida natijaga erishishimizda yordam bergan, balki boshqa loyihalarimizda ham ushbu xulosa yordam bergan. Nima uchun? Katta, yirik o'quv markazlarida ham men shunaqa muammo ko'rganman, o'zaro bir-birini tushunmaslik. Hozir Xorazmdagi bitta o'quv markazini men audit qilganimda, tadbirkor bilan gaplashib, maqsadini audit qilgan, maqsadini o'rgangandim, loyiha holatini o'rgangandim. Bundan keyin marketing bo'limini audit qilganimdan keyin men bitta narsani tushunib yetdim. Ya'ni tadbirkor o'z maqsadiga erishish uchun, ya'ni o'quv markazini o'quvchilar bilan to'ldirish uchun reklamaga $7000 pul sarflashga tayyor. Nima deb o'ylaysiz? Marketing bo'limi maqsadga erishish uchun nech pul sarflayotgandi? Atiga $2500 reklamaga sarflayotgandi marketing bo'limi. Nima uchun? O'zaro bir-birini to'g'ri tushunmaganligi uchun. To'yisman o'sha marketolog bilan gaplashib, mana shunaqa deb aytganimdan keyin marketolog prosta yo'q degan shunaqa reaksiya bildirgandi. Aytishingiz mumkin-da, Doston, marketingda, ya'ni reklama natijalarida muammo bo'lganligi uchun reklamaga $7000 sarflamayotgandir deyishingiz mumkin. Unaqa emas. To'liq men audit qilganimda reklama natijalari zo'r emas edi, lekin shunday bo'lgan holatda ham reklamaga ko'p pul sarflash orqali o'sha maqsadga erishib, o'quv markazini o'quvchilar bilan to'ldirish mumkin edi. Prosta juda ham oddiy narsani ko'rishmagan. Shu narsani tushunishmagan. Endi o'zaro bir-birini tushunish deganda men bitta misol keltirdim. Bu orqali siz yana nimalarga erishasiz? Mana reklama yaxshi ishladi, yaxshi ishlamadi degan savolga ham o'zaro to'g'ri kelishish va to'g'ri maqsadlar belgilash orqali bir-biringizni tushuna olasiz. Ya'ni siz aytishingiz mumkin marketologga, reklama yaxshi ishlamayapti deyishingiz mumkin. Lekin marketolog turib, yo'q, yaxshi ishlayapti, mamlaqa deyishingiz mumkin. O'rtada shunaqa muammo bo'lishi mumkin. Ustoz akademiyada, ya'ni hozirgi кейsimizda biznes egasi Muhammad Nur akaning bitta gapi esimdan chiqmaydi. Raqam bilan o'lchab bo'ladigan narsani yaxshilash mumkin. Ya'ni biznesda, marketingida, sotuvda va hokazo raqam bilan o'lchab bo'ladigan narsani yaxshilash mumkin. O'shaning uchun bizlar kelishuvni shunday qilgandik, detalni hamma narsani raqamlashtirgandik. Kelishuvimiz qanaqa bo'lgan? 30 kun davomida tadbirkor xohlagan lidlarni berishimiz kerak edi. Ya'ni u bir qancha talablarga javob bergan. Shunaqa lidlar bilan ta'minlashimiz kerak edi, 1400 ta va bu lidlar uchun $2100 dan ortiq byudjet sarflashimiz kerak emas edi. Aslida sarflasak bo'ladi, lekin
u narsa bizning minusimiz bo'lgan. Hozir men sizga tushuntirib beraman. Keling, avval sifatli lead deganda, tadbirkor xohlagan lead deganda bu nimani nazarda tutsak bo'ladi? Bu mana lead sizda o'quv markazingiz bo'lsa agar, sizga qanaqa lead kerakligini aniqlab olishingiz kerak. Bu Ustoz akademiyada qanaqa edi? Ya'ni Toshkent shahridan bo'lishi, filialga bora olishi kerak edi o'sha leadlar, shunda sifatli bo'lardi. Yana nima? Kursga qiziqishi va yoshi to'g'ri kelishi kerak bo'lgan. Undan tashqari telefon raqami to'g'ri bo'lishi kerak, noto'g'ri raqam bo'lishi kerak emas. Telefon qilganda telefonni ko'tarish kerak. Agar telefonni ko'tarmasa, bu sifatsiz lead hisoblanadi. Ya'ni 1400 dan ichiga kirmardi-da. Shunaqa filtr bor edi bizda. Endi aytganimdek, bir marta telefon qilganda ko'tarmasa, 6 marta qayta-qayta 6 kun davomida telefon qilinganda ko'tarilmasa, u sifatsiz hisoblanardi. Keyingisi bu shunaqa talabga javob berish kerak edi. Bu keyingi 30 kun ichida bizning kursimizda o'qish imkoniyati bo'lishi kerak edi. Misol uchun, hozir yoz fasli bo'lsa agar, o'sha lead, o'sha inson, ya'ni-da murojaat qilgan inson men qishda o'qiyman desa agar, bu holatda ham leadimiz, bergan leadimiz sifatsiz bo'lardi. Mana shunaqa 1400 ta sifatli lead berishimiz kerak edi. Agar bizlar 1400 ta leadni $2100 $2100 qimmatga olsak agar, deylik $2200 olsak agar, bu $100 bizning minusimiz. U narsaga biz cho'ntagimizdan to'lashimiz kerak edi. Agar yo'q, $2100 ga emasda 1400 ta leadni $2000 ga olsak, bu $100 bizning KPI'imiz sifatida bizlarni pulimiz bo'lar edi. Ya'ni o'sha fiksadan tashqari KPI'dan daromad edi-da. Mana shunaqa kelishuv bo'lgan. Mana tushunishingiz uchun leadlar soni bo'yicha mana sifatiga ham aniqlik kiritganmiz-da. Undan tashqari aniq byudjet ham belgilangan. Vot mana shunaqa holatda raqam bilan o'lchanganligi uchun Muhammadur aka turib bilanga aytmaydi, "Doston, mana shu leading yaxshi, reklama yaxshi ishlamayapti" demaydilar-da. U narsani men o'zim marketolog bo'yiga sifatida, loyihaga mas'ul sifatida, sotuvga mas'ul sifatida, leadga mas'ul sifatida o'zim ko'rib, muammoyimni o'zim sirazi ko'rardim. Vot mana shunaqa raqamlashtirishingiz mumkin va bu raqam bo'yicha qanaqadir to'g'ri kelishuv qilishingiz mumkin. U narsa endi o'zingizning ixtiyoringiz va loyiha bilan qanaqa kelishuvingizga bog'liq. Ikkinchi xulosa bu loyiha holati va resurslaridan kelib chiqib, to'g'ri strategiya ishlab chiqish, unikal strategiya ishlab chiqish. Bu qadam yuqoridagi mana maqsad qo'yish qadamini to'ldiradi. Mana shu ikkinchi xulosa. Maqsad qo'yish qadamini to'ldiradi va loyihaga aslida nima kerakligini belgilab beradi. To есть, loyiha holati va resurslaridan kelib chiqib, unikal strategiya ishlab chiqishingiz bu loyihaga aslida nima kerakligini belgilab beradi. Mana misol uchun, ko'pchilik sotuvlarni oshirish uchun SMM kerak deb o'ylaydi. SMM kerak deb o'ylaydi. Aslida unaqa bo'lmasligi mumkin. Nima uchun? Agar siz kichik yoki o'rta o'quv markaz egasi, tadbirkor bo'lsangiz agar, sizga shu oy reklamaga sarflagan pulingiz keyingi oy o'z natijasini berishi va qaytib kelishi juda ham muhim. To'g'rimi? Mana shu holatda siz SMM qanaqa ishlaydi desangiz agar, brend taniqliligini oshirish orqali uzoq muddatda biznesingizga, o'quv markazingizga daromad olib keltiradi. Ya'ni sotuv olib keladi. Lekin kichik o'quv markazlarida qayerda davomiy SMM ga reklamaga pul sarflash? Bu yerda asosiy narsa qisqa vaqtda maqsadingizga erisha olmaysiz yoki keyingi oy sotuvlarini o'sha 1 oy oldin reja qila olmaysiz agar siz faqat o'sha biznesingizda to'g'ri strategiya tanlanmagan bo'lsa. Endi bu SMM ni men bitta misol sifatida oldim. Aslida SMM qilishingiz kerakdir, yana qo'shimcha sotuvlarni amalga oshirishingiz kerak, balki parallel ravishda olib ketishingiz mumkindir. Bu narsani jarayonda tushunib olasiz. SMM komanda, ularning ishini men analiz qilib chiqqanman. Ular natija olib keladi. Lekin o'sha SMM ni tagiga qarasangiz agar, reklama yoqib, target reklama yoqib, mijozlarni jalb qilib, ularga sotuvni amalga oshirgandan keyin natijasi yaxshi bo'ladi. Lekin ular o'ylashadiki, faqatgina SMM orqali mana shunaqa natija qilinadi. To есть, mana shu joyda aldanib qolmaslik kerak. To есть, mutaxassis o'zi ham, to есть siz raz marketingni mana shunaqa chuqurlashyapsizmi, sotuvlarni amalga oshiryapsizmi? Shu yo'nalishda ketmoqchimisiz? To есть, bunga chuqurlash kerak degan ma'noda men aytyapman. Mana biz qanaqa ishlaymiz? Biz asosan
shu kabi o'quv markazlarga, kichik bo'ladimi, o'rta o'quv markazi, katta o'quv markazi bo'ladimi, faqatgina sotuvlar sonini oshirishda yordam beramiz. Endi buni bir qancha sabablari bor. Birinchisi bu biza kuchli tomonimiz shu bo'lganligi uchun birinchi sababi shu yo'nalishda, shu ish bo'yicha yaxshi loyihalarimizga natija olib kelganligi uchun va ikkinchi sababi juda ham kichik o'quv markaz, o'rta o'quv markazlarda, hattoki katta o'quv markazlarda ham mana shu mavzu bo'yicha muammo ko'p bo'lganligi uchun shu yo'nalishga moslashganmiz. Ya'ni kichik o'quv markazi, o'rta o'quv markazlar sotuvni oshirishda qiynaladi, katta o'quv markazlar muammosi esa sotuv bilan bog'liq, to есть o'zini potensialidan yaxshi foydalana olmaydi. Mana bu katta o'quv markazlariga qarasangiz, SMMdan zo'r foydalanishadi, brend taniqliligini oshirishadi. Sotuvlarga kelganda o'sha potensialidan maksimal darajada foydalana olmaydi va shu tomonlama yordam beramiz. Videoning oxirida taklif ham berib o'taman bu bo'yicha. Mana tushundingiz, siz kichik o'quv markazi yoki o'rta o'quv markazi bo'lsa, sizda asosiy narsa pul qilish, ya'ni sotuvlarni amalga oshirish. Bu holatda o'zingiz uchun optimal yo'lni tanlashingiz kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga bu narsani tanlash bo'yicha misollar keltiraman. Mana strategiya tuzish bosqichi muhim, siz natijaga erishishingiz uchun. Strategiya tuzish uchun sizlar nima qilishingiz kerak? Siz nima qilishingiz kerak? Biznesni, mahsulotni chuqur o'rganish kerak va asosiysi biznesni o'rganish jarayonida uning resurslarini to'g'ri tahlil qilib, to'g'ri o'rganishingiz kerak. Resurs deganda nima bo'lishi mumkin? Bu reklamaga sarflanadigan pul, reklamni byudjet bo'lishi mumkin. Sotuvlarni oshirishda yordam beradigan insonlar bo'lishi mumkin. Brand face, videoda tushadigan insonlar bo'lishi mumkin yoki sotuv bo'limi bo'lishi mumkin, o'tdagi tizim bo'lishi mumkin-da, yoki mijozlar bazasi bo'lishi mumkin, kontakt raqamlar bo'lishi mumkin va hokazo. To есть mana shu narsalarni siz to'g'ri tahlil qilishingiz kerak. Bu birinchi narsa. Undan keyin mana shu jarayondan keyin siz maqsadlarni belgilay olasiz. Maqsadlarni belgilagandan keyin auditoriyani o'rganishingiz kerak, raqobatchilarni o'rganasiz va yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, nima ishlab chiqasiz? Kuchli taklif ishlab chiqasiz. Mana shu kuchli taklifingiz mana hozirgi onlaynda sotuvlarni oshirish uchun juda ham muhim hisoblanadi. Mana shundan keyin o'sha strategiya bosqichiga o'tiladi. Hozir bunga chuqur to'xtalmaymiz. Bu bo'yicha men YouTube kanalini izlasangiz agar, kanalimizni izlasangiz agar video qo'yganman. Hozir asosiysi o'sha xulosaga o'tamiz. Mana strategiya ishlab chiqqaningizdan keyin sizda aniq bo'ladi. To есть SMM qilishim kerakmi? Yoki to'g'ridan-to'g'ri o'sha leadlarni tushirib sotuvlarni amalga oshirishim kerakmi? Mana shu qadamdan keyin aniq bo'ladi. Misol keltirib o'taman. Kichik o'quv markazi bo'lsangiz agar, to'g'ridan-to'g'ri diqqatingizni sotuvlar sonini oshirishga qarating. Ya'ni reklama yoqasiz, lead tushirasiz, sotuvni amalga oshirasiz. Bugun to'xtalamiz. O'rta biznes egasi bo'lsangiz agar, ikkalasini parallel ravishda olib keting. Ya'ni uzoq muddatda o'ylab SMM dan foydalaning, lekin sotuvlarni amalga oshirish uchun baribirga reklama yoqib, leadni tushirib, sotuvni amalga oshirishingiz kerak. Agar katta o'quv markazi egasi bo'lsangiz agar, SMM ga, brend taniqliligiga pul sarflashingiz muhim, chunki sizda pul tomonlama uncha muammo bo'lmaydi. To есть uzoq muddatli reklamaga, marketingga pul sarflay olasiz, lekin bitta narsani unutishingiz kerak emas. Baribirga o'sha sotuv bo'ladigan nuqta sotuv bo'limi orqali, ya'ni mijozlarni taqib qilish orqali bo'ladi. Mana просто tak brend taniqliligiga ishonib qolish kerak emas, mana brendini taniydi emas, o'sha insonlarni o'quv markaziga olib kelishga alohida yondashishingiz kerak. To есть to'g'ridan-to'g'ri sotuvni amalga oshirishda ham endi sizda marketing komandangiz loyihaning ichida yig'ilgan bo'lishi mumkin. O'sha raqamlarni albatta tekshirib, u yerda muammo bormi, yo'qmi, shu narsaga aniqlik kiritishingiz kerak. Endi bu masala bo'yicha videoning oxirida xudo xolos sizga taklif beraman. Hozir mana 3-xulosaga o'tamiz. 3-xulosa. Bu biznesingiz eshigini mijozlar doim taqillatib turishi uchun, ya'ni biznesingiz eshigini mijozlaringiz doim taqillatib turishi uchun reklamaga pul sarflashdan qochmang. Doimiy reklamaga pul sarflang. Agar sarflayotgan pulingiz sizga foyda bo'lib qaytib kelayotgan bo'lsa. Endi bu qadamga o'tishdan oldin nima uchun bu qadamni olganman? Mana bu qadamdan o'tish uchun bu miyangizdagi bir tarakanlarni yo'qotish kerak, ya'ni reklamaga pul sarflash bo'yicha o'ylaymanki, sizda bunaqa muammolar yo'q, ya'ni reklamaga pul sarflamasam ham, shu sotuvlar bo'lish kerak, unaqa narsa yo'q. To есть siz sotuv qilishingiz uchun doimiy pulingiz bilan, vaqtingiz bilan marketingga investitsiya qilishingiz kerak.
Adashmasam, Dan Kennedy degan insonni gapi shunaqa edi. Bitta mijoz jalb qilish uchun, biznesga bitta mijoz jalb qilish uchun kim ko'p pul sarflasa, o'sha biznes g'alaba qozonadi. Juda ham oddiy formula bor. Sotuvlaringizni oshirish uchun va mana hozirgi vaqtda internetda deylik onlayn o'sha raqobatchilardan qolib ketmasligingiz uchun va o'quv markazingiz doim o'quvchilar bilan to'la bo'lishi uchun mana juda ham oddiy formulani men sizga aytib o'taman. Bu 4 ta qadamdan iborat. Birinchisi, reklamaga doim pul sarflang. Ikkinchisi, o'sha reklamaga pul sarflash orqali maqsadli mijozlarni jalb qiling. Ularning kontakt raqami ko'rinishda bo'lishi mumkin, telefon raqami va ismi. Va uchinchisi, mana shu insonlarga sotuvni amalga oshiring. To есть reklamaga pul sarflang, maqsadli mijozlarni jalb qiling, unga sotuvni amalga oshiring. Ularga sotuvni amalga oshiring. To'rtinchisi bu natijani yaxshilang. Ya'ni yuqoridagi qadamlarni har bittasidagi ichidagi mana bu raqamlar bor-da, yaxshi ishlayapti, yaxshi ishlamayapti. O'sha narsani, natijani yaxshilangda va buni doimiy aylantiring. Reklamaga pul sarflaysiz, maqsadli mijozni jalb qilasiz va sotuvni amalga oshirasiz hamda natijani yaxshilaysiz. Mana shunaqa bir-biriga bog'langan va o'zaro doim takrorlanish kerak bo'lgan narsa orqali sotuvni amalga oshirasiz. Bu formuladan to'g'ri foydalanishingiz uchun siz bitta narsani bilishingiz kerak. Ya'ni reklamaga nechta pul sarflash kerak reklamaga nechta pul sarflash kerak degan savolga javob topishingiz kerak bo'ladi. Bu siz iloji yo'q. Buning hozir men sizga buni tushuntirib beraman. O'zi aslida bu mavzu bo'yicha men chuqurroq tushuntirilgan, zo'r tushuntirilgan bitta video olganman. Uni o'sha YouTube sahifam yoki Telegram sahifamdan topishingiz mumkin. Lekin hozir men sizga umumiyda ma'lumot berib o'tib ketaman. Reklamaga nechta pul sarflash kerak degan savolga javob topishingiz uchun avvalo bitta mijoz jalb qilish uchun necha pul sarflash kerakligini aniqlash kerak. Ya'ni biznes o'quv markazingizga bitta o'quvchini olib kelib o'qitish uchun, to есть bitta o'quvchini olib kelish uchun, jalb qilish uchun reklamaga nechta pul sarflashingiz kerakligini aniqlab olishingiz kerak. Mana shu raqamlarni, mana shu raqamni aniqlab olganingizdan keyin sizda juda ham ko'p savollaringizga javob topasiz. Misol uchun, reklama yaxshi ishlamayapti degan savolga mana shu raqam javob beradi. Reklama yaxshi ishlamayapti-da. Ya'ni bundan tashqari reklamaga nechta pul sarflash kerak degan javobingizga ham, savolingizga ham javob topasiz. Doston, misol uchun men shuncha natijaga erishishim kerak, reklamaga nechta pul sarflashim kerak. Mana shu savolingizga ham mana shu bitta mijoz jalb qilishga necha pul sarflay olishingizni aniqlab javob topasiz. Hozir tushuntirib o'taman. Olaylik, sizda kursingiz narxi $100. Ya'ni bitta o'quvchi kelsa agar sizga har oy $100 to'laydi. Misol uchun, misol tariqasida. Va mana shu $100 dan sizning foydangiz bo'lishi mumkin, 50% bo'lishi mumkin. Hammasi misol qilib olamiz, 50%. To есть bitta mijoz kelib $100 sizga to'lasa, o'shandan $50 sizning foydangiz qoladi. Mana endi aniqlashingiz kerak bo'lgan narsa, bitta mijoz sizga kelganda, o'quv markazingizga kelganda necha oy davomida sizga pul to'laydi. Ya'ni to есть LTV ni aniqlashingiz kerak. O'sha bitta o'quvchi kelganda qancha vaqt davomida pul to'laydi? Olaylik 6 oy davomida $100 dan pul to'laydi va o'sha $100 dan $50 foyda bo'lganligi uchun bitta mijoz sizga o'sha ma'lum bitta vaqt davomida $300 daromad keltiradi. Keyingi qadam o'sha reklamaga necha pul sarflash kerakligini aniqlayapmiz. Keyingi qadam siz savolga javob berishingiz kerak. Mana shunday mijozni biznesingizga jalb qilish uchun bitta mana shu mijozni jalb qilish uchun $300 dan $300 daromad keltiryapti-ku sizga. O'shandan necha pul to'lashga tayyorligingizni aniqlik kiritishingiz kerak. Bu hammada har xil. Misol uchun bo'lishi mumkin, kimdir $100 to'layman deydi. Kimdir $50 deydi, kimdir $20 to'layman deydi. Bitta xuddi shunaqa menga 6 oy davomida $50 dan daromad keltiradigan mijoz nima qilishim uchun, jalb qilishim uchun $20 to'lay olaman deyishim mumkin. Mana ketdik hisoblaymiz. Mana endi sizda o'quv markazingiz sig'imi 500 ta bo'lsa agar, hozirda 250 ta o'quvchilaringiz bor. Demak, sizning maqsadingiz ko'rinib turibdiki, 250 ta o'quvchi, yangi o'quvchi jalb qilish. Endi mana shu 250 ta o'quvchini boyaga $20 ga ko'paytirasiz. Chunki siz bitta mijoz aytganimdek $300 daromad keltiradi va undan siz o'sha insonni jalb qilish uchun reklamaga $20 sarflay olasiz. $250 ni ko'paytiramiz, $20 ga bu $5000 ni tashkil etadi.
Mana sizda reklamni byudjet aniq bo'ldi. Ya'ni 250 ta sotuv qilishingiz uchun $5000 reklamaga sarflashingiz kerak. Endi buni xoh 1 oyda sarflang, xoh 3 oyda sarflang, bu sotuv bo'limining qanaqa ob'yomni qabul qila olishiga bog'liq, qancha lidlar bilan ishlashlikka bog'liq, ishlay olishiga bog'liq. Mana shu raqamni aniqlaganingizdan keyin mana bitta mijoz jalb qilish uchun necha pul sarflay olishingizni bilasiz, maqsadingizga erishish uchun necha pul sarflay olishingizni bilasiz. Endi bu narsa reklama yaxshi ishladi yoki yomon ishladi degan savolga to'g'ridan to'g'ri javob beradi. Misol siz turib aytishingiz mumkin marketologga, qara, reklama yaxshi ishlamayapti, sababi bitta mijoz menga $30 ga kelyapti, lekin men $20 ga kelishini xohlayman. Bu to'g'ri kelmaydi deyishingiz mumkin. $50 ga kelyapti, hokazo, holatdan kelib chiqib. Mana shunaqa narxni belgilab hisoblaysiz. Siz reklamaga necha pul sarflash kerakligini o'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, albatta orqaga qaytarib ko'ring. Biz 4-xulosaga o'tamiz. 4-xulosa bu sotuv bo'limining muhimligi. Shu vaqtgacha ko'rgan barcha muvaffaqiyatli loyihalarim o'quv markaz bo'ladimi, xoh boshqa produkt bo'ladimi, xizmat ko'rsatish bo'ladimi? Bu loyihalarning muvaffaqiyatini ta'minlaydigan narsa bu sotuv bo'limi. Chunki marketingning natijasi mana shu sotuv bo'limiga kelganda nima bilinadi? Ya'ni to есть marketing sizga mijozlarni jalb qilib bersa agar, sotuv bo'limi o'sha mijozlarni haqiqiy pulga aylantiradi. Sotuv bo'limi juda ham muhim. Mana men bilgan o'sha muvaffaqiyatli loyihalar nima qilishadi? Sotuv bo'limini yaxshi ko'rishadi, sotuv bo'limiga investitsiya qilishadi, vaqt ajratishadi, o'sha sotuvchilarni o'qitishadi, tizimini qilishadi-da. Ustoz akademiyasiga ham mana shu кейsimizga sotuvlarimizni oshirishga yordam bergan muhim xulosalardan, to есть muhim qadamlar, muhim narsalardan biri bu sotuv bo'limi. Chunki Muhammadur aka sotuv bo'limiga juda ham qattiq e'tibor qiladi va bu bo'limni yaxshilash uchun ko'p investitsiya qiladilar. Hozir men sizga to'g'ridan to'g'ri tushuntirib bera olmasligim mumkin sotuv bo'limi muhimligini. Aytganimdek, mana shu narsani juda ham yaxshi tushunishingiz kerak. Sotuv bo'limini yaxshilash bo'yicha men o'zim ba'zi yordam berishim mumkin, lekin to'g'riroq bo'ladi sotuv bo'limi mutaxassislariga borib bu bo'yicha gaplashishni, sotuvchilarni o'qitish, tizim qurish va hokazo. Bu qadamni hech qachon o'tkazib yubormang. Chunki marketing natijasi mana shu sotuv bo'limi orqali haqiqiy mana pul ko'rinishga aylanadi. Pul bo'ladi, sotuv bo'ladi, pul bo'ladi. 5-oxirgi xulosamiz marketing instrumentlaridan to'g'ri foydalanish va natijani yaxshilash ustida ishlash. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Shu vaqtgacha mana Ustoz akademiyasi deb loyihamizni kam tilga oldim, lekin biling, bu nafaqat yuqoridagi natijani qilishimizga sabab bo'lgan xulosalar, balki barcha loyihalarimizda muhim hisoblangan va shu vaqt davomida ta'lim loyihasida ishlab tushunib kelgan narsam hisoblanadi. Va hozirgi mana marketing instrumentlari ham Ustoz akademiyani natijaga olib chiqish uchun muhim hisoblangan oxirgi qadam. Bu marketing instrumentlariga bir qancha misollar keltiraman, to'g'ridan to'g'ri foydalanishingiz va qanaqadir qo'llashingiz mumkin. Birinchisi bu yuqoridagi aytgan narsani yana bir takrorlayman. To'g'ridan to'g'ri maqsadli mijozlaringizga o'sha marketing strategiyadagi ishlab chiqilgan taklif orqali o'sha taklifni berib sotuvni amalga oshirish. O'zbekistonda bu yaxshi ishlaydi. Bu orqali yaxshi natija qilishingiz uchun marketing strategiyaga to'g'ri yondashishingiz kerak. Bitta narsani ta'kidlab o'taman. Yuqoridagi natijalarni qilishingiz uchun targetolog sizga yordam bera olmasligi mumkin. Nima uchun? Chunki targetologning vazifasi mana sizni messagingizni, sizni taklifingizni kerakli, to есть maqsadli insonlarga ko'rsatish yo'lida targetni sozlaydi, target reklamalarini sozlaydi. Lekin sizda marketing fundament bo'lmasa agar, qancha maqsadli mijozga ko'rsatsangiz ham, siz onlaynda sotuvlarni amalga oshira olmaysiz. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri sotuv ishlaydi, faqat unga to'g'ri yondashishingiz kerak. Keyingisi bu mavjud resurslardan to'g'ri foydalangan holda reklamalarni yuritish. Mana qarang, sizda bo'lishi mumkin Instagramga joylangan, million prosmotr yig'gan, qanaqadir brend aniqligiga ishlagan video bo'lishi mumkin. O'sha videoni ko'rgan insonlarga siz target orqali reklamani qayta yoqishingiz mumkin.
yoki bo'lmasa sizda deylik 10 mingta yoki 40 mingta yoki 100 mingta kontakt mijozlar bazasi yig'ilgan. Facebookda shunaqa joyi bor, что o'sha kontakt raqamlarga Facebook orqali yana qayta reklama yoqsangiz bo'ladi. To есть bu bilan nimaga erishasiz? Mana sizni tanimagan insonlarga reklamani ko'rsatib, taklif bergandan ko'ra, sizni qaysi o'sha videoingizni ko'rgan yoki bo'lmasa sizga kontakt raqamini qoldirgan insonlarga sotuv taklifini bersangiz agar, nisbatan ancha yaxshi ishlaydi. Bu ikkinchi instrumentlardan biri. Uchinchi instrument bu bitta formula, mana katta bozor formulasi degan tushuncha bor. Sabri Subi o'z kitobida keltirgan. Umumiy bozorni o'sha barcha o'sha bizneslardan kelib chiqib 4 qismga bo'lgan. Birinchi qism bu 3% insonlar, bular reklamangizni ko'rish zahotiyoq sizdan xarid qilishga tayyor bo'lishadi. Ikkinchi bozor bor. Xarid qilishadi, faqat o'ziga kerakli ma'lumotlarni qidirib topgandan keyin. Ya'ni bu insonlar 17% ni tashkil etadi. O'ziga kerakli ma'lumotlarni qidirib yuribdi, ma'lumotini topgandan keyin, o'ziga kerakli ma'lumotini topgandan keyin xarid qiladi. Uchinchi bozor bu muammosidan xabar bor. Deylik, misol uchun, sizda o'quv markazingiz bor, farzand tarbiyalash bo'yicha. Misol uchun, kursingiz bor. Farzand tarbiyalash bo'yicha nimadir o'rganish kerakligini biladi yoki bunga jiddiy yondashish kerakligini biladi, lekin harakat qilmayapti. Mana bu 3-bozor. 4-bozor bu hattoki muammosidan xabari yo'q insonlar. Deylik, farzand tarbiyasi muhimligiga unchalik e'tibor qilmaydigan, agar farzandiga tarbiyasiga chuqur yondashmasa, erta kelajakda qanaqa muammolar bo'lishiga e'tibor qilmaydigan bozor bo'lishi mumkin. Bu bozor 60% ni tashkil etadi. Men nima uchun mana shu farzand tarbiyasini misol qilib oldim? Tushunishingizga oson bo'lishi uchun. Mana sizning vazifangiz mana shu katta bozor formulasidan to'g'ri foydalanish. Ya'ni 60% muammosidan xabari yo'q bo'lgan insonlarga muammosini tanitasiz. Eng yaxshi yechim sifatida kerakli o'zingiz haqida kerakli ma'lumotlarni berasiz va sotuvni amalga oshirasiz. 3-bozor aytganimdek, bu muammosidan xabari bor, lekin harakat qilmayapti. Bu insonlarga muammosini kuchaytirib, sotuv taklifini berib, sotuvlarni amalga oshirasiz. Ikkinchi muammo bu, to есть ikkinchi bozor bu ma'lumot qidirayotgan insonlar. Sizning vazifangiz o'sha insonlarni e'tirozlarini o'rganish, ma'lumotlarini o'rganish, to есть qanaqa ma'lumot qidiryapti, o'sha insonlarga kerakli ma'lumotni berib, keyin sotuvni amalga oshirish. Birinchisi aytganimdek, reklamangizni ko'rish zahotiyoq sotib olishga tayyor bo'lgan insonlar, bularga to'g'ridan-to'g'ri sotuv taklifini berib, sotuvni amalga oshirasiz. Mana siz bilan to'g'ridan-to'g'ri foydalanishingiz uchun asosiy instrumentlarni ko'rib chiqdik. Aytganimdek, mavjud resurslarni o'rganasiz, to'g'ridan-to'g'ri sotuv taklifini berasiz. Aytganimdek, keyingisi katta bozor formulasidan to'g'ri foydalanasiz. Mana shu qadamlarni bajarish orqali siz o'sha onlaynda raqobatchingizdan ko'ra ko'proq sotuvlarni amalga oshirishingiz mumkin va siz ham yuqoridagi natijalarni qilishingiz mumkin. Endi xo'p, yuqoridagi natija bu nisbiy tushuncha. Hamma o'quv markaziga har xil mijoz kerak, har xil sotuv kerak. Agar sizga yuqoridagi xulosalarga tayangan holda va siz uchun maxsus strategiya ishlab chiqib, sotuvlarni oshirish kerak bo'lsa agar, bunda men sizga yordam bera olishim mumkin. Jamoam bilan tayyorman shunaqa ta'lim yo'nalishidagi loyihalar bilan ishlashga. Bular bo'lishi mumkin xususiy maktab, universitet, bog'cha, o'quv markaz va boshqa narsa bo'lishi mumkin. Ta'lim yo'nalishidagi onlayn produkt bo'lishi mumkin. Faqat bitta muammo bor, bizda joylar soni cheklangan. 5 ta loyiha qabul qila olamiz va bundan o'sha bittasi band qilingan. Filtr bor, reklama uchun, target reklama va boshqa reklamalar uchun eng kamida $1000 pul sarflay olishingiz kerak. Nima uchun? Chunki agar siz reklamaga kam pul sarflaysiz, bizning xizmat narximiz sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Toshkent shahridan bo'lishi, Samarqand shahri yoki boshqa viloyatdan bo'lishi mumkin, ko'rib chiqamiz. Asosiysi shular. Yana bitta asosiysi muammoingizni yechishga xohishingiz baland bo'lishi kerak. Agar sizda muammoingizni ham ko'ra olmayotgan bo'lsangiz, aslida qayerda nima yo'qotayotganligini ham ko'ra olmayotgan bo'lsangiz, bu bo'yicha ham yordam berishimiz mumkin. Hoziroq pastdagi tugmani bosib ro'yxatdan o'ting. Xudo xolasa siz bilan bog'lanib, batafsil ma'lumot beramiz. Xudo xolasa birga ishlashimiz mumkin.